Assalomu alaykum. Sizlar bilan Rahimsher Nabijonov va Uzuba Trading. Sizlar bilan $39 depozitda razgon qilamiz. Bu joylarda hozir bayxonasiga kelgan. Negaki sababini hozir tushuntiraman. Mana bu svichani tepada yorib yopilganligi uchun risk minimal hisoblanadi. Ya'ni bu qizil svichani pastga yopilishligi 69 ga narxni olib chiqib beradi. Lekin hushyor bo'lish kerak bitta. Marjez yetish kerak-da. Hozircha foydada impuls harakati kerak. Shu holat. Endi qo'shishlikka endi ozgina shoshmay turamiz. Negaki maksimumda yangilab olmagungacha qo'shishlik yo'q. Mana shu joydan endi ikkinchi svichani urib yopilgandan so'nggina qo'shib ketganman. To'qson olti, 77. Pastga bitta reaksiyasi ham buni holatimizni ancha chatoqlashtirib qo'yishi mumkin. Xo'p. Yopilishini kutishim kerak edi haqiqatda. Ikkinchi svichani urgandan keyingi holatda. Menimcha endi mana bu svicha men aytgan подтверждениeni bersa kerak. Xo'p, $47 u $60 foydada. $114, O'sha ozgina shoshildim-da. Hozir ham уже menimcha yana bitta reaksiya berarmikin pastga. Agar повторный retestini o'zi mana shu yerda yorib yopilgandan keyingina olishim kerak edi. 217 bo'lib turibdi. Xo'p. Mana yopildi. Mana endi shunda qo'shishim kerak edi pastga reaksiya berganda. 187, 188. Xullas, narxda buni imkon qadar agar повторный retest minimumgacha kelib bermasa, ushlashga harakat qilsa bo'ladi. Kelinglar, undan ko'ra mana bu yerdagi сделкаlarni bir yopib chiqsam bo'laveradi. Undan ko'ra 175, 179. 5 minutlikni ham bitta ko'radigan bo'lsak, demak, uni zonalarga kelganda bitta reaksiya berishi mumkin ekan pastga. Shuning uchun bitta zerkalarni yopib turib ozgina sevgi ishlab olsa ham bo'lar ekan, lekin asosiy yo'nalish bayxonasiga risk minimal bo'lganligi uchun bay olgan edim. Hop, $308. Qanchagacha olib chiqamiz o'sha belgilangan zonagacha? Aniq xonasi 60 necha dedim, 9 dedimmi? Hozir bitta buni yopib turamiz, закрытие pozitsiya deb. Nimagaki risk ortiqcha bo'lib ketgan edi. Повторный retest berganda kirsak bo'ladi. Bitta zaryadni oz qoldi. Uzr.
Hop. Nazoratga qo'yib olmasam. Hop, o'rtoqlar. Endigi vaziyat ozgina bitta reaksiya berishi kerak pastga. Agar impulsli движение bilan tepaga yurib oladigan bo'lsa, kelinglar, mana shu yerdan ozgina selga harakat quramiz. Повторный retestiga. Bo'ladi. Men katta lut ochdim desam, kichkinaroq ochilgan ekan. Xo'sh, bu yerdan endi bay xonasini boshlasak bo'ladi. Konsolidatsiyani olgandan keyin minimumlargacha retest berishligi mumkin. Lekin bu yerda o'sha men сделкani ko'proq ochishni boshlayman. Hozir outside bar shaklida bo'lib turibdi. 15 minutlikda ham bitta ko'ramiz. 15 minutlikda ham yaxshigina impuls borligini ko'rsatyapti. Shuning uchun qo'shib qo'yaverdim. Natijamiz hozircha $10. Hop. Endi mana bu zona 70 ekan. 70 zonalardan reaksiya berishi mumkin. Tak. Tepasini yopilsa tana bilan shunda qo'shishim mumkin. Qarshi tarafimizda. Hozircha yana $24 qo'shildi. Buni yopib tursak bo'ladi. Endi shu zonalardan bitta повторный pastga retestini kutsak bo'ladi. Qarang. O'nta chiqardim. Так, свободный marja hali bor. Hop. Minimumdan 54 dan boshlab 67 gacha bo'lgan zonada ham 13 punktcha tepaga qarab yuribdi. Hop, bittadan yana qo'shamiz. $19 zararda. Bittadan ham yana qo'shamiz. Bitta harakatga. Harakatga bo'ldi, yetadi. Mana ko'ryapsizlarmi, hozir full marja olganim, mana shu switchani o'zi $23 olib kelib berdi. Tak. Yana hozir bu yerda sel xonasi davom etyapti. Selga ozgina tashlab berishligi mumkin. Ayniqsa 70 zonalaridan. O'ylagan holatimizga o'sha narxni olib chiqib berdi. $500 borganda сделкani yopamiz. Xo'p.
lekin M15 da yaxshigina impuls bilan tepaga ketishligi bor. Bitta yaxshiroq reaksiya bergandan keyin tepaga qarab harakatlanishligi bor. 5 daqiqa edi ham xuddi shunaqa. Demak, bularni hozircha yopib turib, endi bay xonasini ochsak bo'ladi. Tak. Asosan bizga qiziq zonamiz mana shu zona, mana shu zonalar atrofi. $8. Unga yana qo'shsa bo'ladi. Hozir marjani ko'paytirib yuborganman. Tak, svobodniy marja 300 bor ekan lekin. Xo'p. 5 daqiqalikda 73, 72 araliqlari. Bu zonagacha yaxshigina pribыл qilsa bo'ladi. $40 bor. 432. Xo'p, endi qaranglar o'rtoqlar. Yetarli ater yurib berdi. Bu zonalardan o'sha berib reaksiyasini. Endi selga ozgina ishlab olmoqchi bo'lib turdim. Bir daqiqaliklarda yana chiqib berdi. Bitta reaksiya bor pastga. $8 bo'lib turibdi, mayli yetadi. Xo'p. Switchlarda nima bo'ladi endi? Hozirgi holatda mana shu switchani yopilishligi muhim. Agar shunday yopilib qoladigan bo'lsa, keyingi switchani yopilishligi muhim bo'ladi. Nimagaki bu hozir kuchli urevenlar xonasiga kelib qoldi. Mana bu zonaga bitta pastga reaksiya beradi-da. Pastga mana bu zonalarga keladi-da, 61larga. Ana shu joylardan keyin reaksiya olib ketishligi mumkin bo'ladi. Shuning uchun qani outside bar bo'lib turibdi. Baribir ozgina selga tashlab berishsa kerak deb umid qilyapman. Tepani yorib qo'yadigan bo'lsa, qarshi zdelka bay ochaman. Nimagaki M15imizda kuchli impuls bilan yana tepaga harakatlanishligi mumkin. Faqat 1 minutlik va 5 minutlik xonalarida bor sel xonasi. Tak. Tashadi. Yaxshi. $468 bo'ldi. Endi kuzatamiz, mana shu zona qo'yib yuboradimi, yo'qmi? Qo'yib yuboradigan bo'lsa, sell pozitsiyani ochsa bo'ladi. Bo'lmasam, hozir nimaga volatilность kuchli, 1 daqiqaliklar switchlarda o'zi ham yaxshigina impulsli harakat berib yuboryapti. Shuning uchun tez ochib, tez yopyapman. M15 da kuchli zonada turibdi. Xohlagan payt bu impuls bilan tepaga harakatlanishi mumkin. Nimagaki risk minimal. Mana shu narsani nazarda tutayotgan edi. Hozir bitta reaksiya pastga bersa, mana aynan shu narsani nazarda tutgandim. Tak, 38 40 bo'ldi. Mana o'rtoqlar, o'ylangan mazmunga yetdik. $500 ga olib chiqilindi narx. Xo'p, oddiy switchlarga harakatlanib, impulsli dvijeniyalarda bayda ham, selga ham hech qanaqa nimani ko'rmadim, faqat Fibonacci'da to'g'ri yo'nalishli edi. Qayerda zonaga kelib qolganligini ko'rdim.
Mayli, sog' bo'linglar.